Voy, keling. Qanday ukam? Yaxshi aka. Ha, bir narsa oldim. Yaxshiroq ichimligingdan birini beri. Bo'ldi. Voy. Voy aka sizlarga Muqam bilan o'tgan kunlar degan kinodagi satachi buvoy. Ha, Abdullah. Shuma, Abdullah aka. Voy, akalarga qo'lingizni bir tutib olay. Yo, ma cho'lpon deganning qo'llari ajab yumshoq bo'ldi. Ma soatning esilligini tig'i. Baq. Voy aka bu adamning soatining oldi qarabmangsiz, sizning keyni qarabmangdi ekan-da. Qaraganda bu cho'lponlarni qayirmaydi, davatdi. Shunga qaraganda bu sizninki vaqtni keyniga yondirib mangdi ekan-da asli. Ukam, bayama qo'limni shug'anda evatgan, va taqqichilik ta'tir taqvobdi men. Yomon set bo'ldi. Voy, eshitdingmi aka? O'zingiz yaxshi turdingiz? Yaxshi. O'zingcha obdan turyapsan. Ishlaring yaxshimi? Bu do'konimga cho'lponlar akasi ajoyib qo'shib ketibdi aka. Gapni jiqilmay suyuqdan olarkan. O'ras, nima ishchimi degansiz? Tabirak bir yaxshisidan birini ola. Mana. Voy, do'konimga cho'lponlar kelsa, alayda qo'yib turadigan bir ishchimdikim bor. Shuni ichamiz? Bo'ladi. Ang yaxshisini akalar. Ma'qul. Mana. Ajoyib tabiiy ishchimlik shuma aka. Mana. Mushu. Mana. Bu maximlikang enzimi ma'va. Mayda enzim. Tanishib ishimiz aka buni qaynoq suvlar bilan tozimni pezingiz bilan salomatlikka ajoyib foydali ma'va. Mana. Aka bu sumkangizni ko'tarib olibsiz. Bir yerlardan tuqay yo'qlab keldingizmi yoki kino ishligini bizlarga mangdingizmi? Yo'q, ukam, inimnikiga kelgan. Arzam darvozasiga yo'q bir qulf sab qo'yibdi. Etizliq ketgan o'xshaydi. Telefon qilsam, telefonimni etib-ku. Ay, yo'qlab ketdingiz-da aka. Unda o'sa yo'llab charchab qo'sqingizmi? Oshqanda to'xtab turing, men sizga shunda yeydigan narsalar bor. Aytan kelgan vaqtingizda. Mana. To'xtab turing yana ma'ba. Aka. Voy. Maychimni demaysan, mana bu pesizdan. Manisingizim bo'ldi. Manisingizlik og'rimsan bo'ldi deb, ukam, bak og'rib ketdim. Voy aka, bu cho'lponlar akasi ajoyib qo'shib ketimiz juma. Qara aka, ishchidan qo'rqmayman dedi. Bo'ldi, chatoq. Aka, mana tayta kelganda do'konimga kelib, bunda men bilan ichib ketmasangiz qanday bo'ladi deyman. Endi ko'rishib olsiz u tuqqanlar bilan-chi. Rahmat. Mana aka. Rahmat juma. Endi shu yana boshqa narsalar lozimmi aka? Yo'q, bo'ldi ukam, men shu sulh etsam bo'ldi. Katta bir restoran berib tamoq mehmon qilaymi? Voy, rahmat ukam, rahmat. Ammo kinoringizni bek yaxshi ko'rdim, rol deganim ajoyib elevatgan akasiz. Voy. Muqamni aytadigan bo'lsangiz, shu og'zimni ichib qarabli qalim emasmi? Nima degan chag'an, hatto nima degan yiqimliq muzikalar. Rasmga tushib olsa qiladi juma aka ishimiz. Qana ukam bu men bir vaqtimizda aka do'konlarimiz odamni kelsa, tabi qo'shni qo'limda o'tgan kechganlik ko'rsimi, rasmga tushib to'plarimizga yo'llab qo'yamiz. Cho'lponlar keldi ekan, mana do'konda basirimiz yaxshi bo'lib ketdi deyman. Qanday dedim aka? Bu jumlasini olayverdim qo'diyaga. Yana aka ishchimi? Malani yana? Yo'qmi ukam, yo'qmi. Bunchalik qilib ketma ukam. Biz bu xalqimizga bunchalar bir yaxshi ish qilib chiqmaganimiz yo'q. Bunchalik og'rimni ukam meni qiyinchilik qilib qo'ydi. Voy aka, voy, nima deydigansiz? Nima gaplarni qildikansiz aka? U mening do'konimga kelib mana shunday, buni elib, og'zini echib shunday sodamni qipirayotgan bo'lsangiz aka, bunda qilmasa qanday qildi? To'xtab turing, men bo'ldi ukam, bo'ldi. Ya, menda ichimliklarimiz bor deyman aka. Mana. Voy, ukam buni ichib bo'lalamni ochiq yeyverdim-ku. Bo'ladi aka. Aka, shunday vaqtda bir ishga pachi bir rasmga tushib oldi. Sizmi aka bunda bu yerga davomli kelmaysiz. Hisobotimni qilib emasmi aka? Ko'rdingizmi mana bularning hammasi sizniki. Birinlaringda hisobligini. Hisoblasam 209 qo'yibdi aka. Ukam, men bir jinimga 8 podlik ichimlikni ichdim-mi? Yo'q, uning ustiga birimlaringni ichibmi qo'yimdi, men birimlaringni aytdim, qog'ozlaringni qanday qilay? Buni men ochiq dedim-mi sana? Voy aka, bu cho'lponlarni qanday qilgan desak, asli shunday qildi ekansiz-da. Voy biz sizning kino ishlasanglarmi, kinoringlar degan, birinchi rat o'tirib pulqaylar bizmi ko'rib, bunda o'tirib chavoq degan ichilib, bunda cho'lpon qilamiz aka. Yo'q, mo'shta qildik deysan-ku, ukam.
Senin anda hem nimenge pul verip ketsen bolam tam çolpan dep yemiga içmegen nasıl pul verdi ayşu yok. Aka bu aldınız kağıt. Seni bizge çavak deyip aldı bir körep verdik mi? Nimanda kıldın mı bala? Az açtık, ürmütünüzün çıraylı kıldık. Onda koygandan keyin içtin. Vay boldu az gap qila. Jamağımıza qo'ymaydi Ey boldu az gap qila hesapligini. Şu bayit 209 ko'yitga 200 ko'yasiz bo'ldi aka. Biroq endi shu o'rab qachilaymiz emasmi? Mana ne hammasini o'rab qachilash haqqi 1 ko'y bilan 210 ko'y yo'qdi aka, 210 ko'y. Bo'ldi. Jiq emas. 210 ko'ydan beray. Bo'ldi. 210 ko'y yo'qdi. Bo'ldi. Ama men o'rab qachilab beraman aka. Mana ma'lum buni so'zga qaltlab berma buni. Aras qachiligini. Ha rasma bu shu yukta saqlash puli endi e'tibor qildik. Ey ko'mak. Bek rahmatchiman. Manığın pul alsanız diye saklaş pulunu ma. Qanday bir itibar qilgin kelganda jinim ko'may. Unda qisa çolpanlar yuz kelmaymiz. Endi biroz. Rahmatchiman. Mushunchilik yuzimizni qilganinga rahmat. Ya arzimaydi aka. Haki tek demek bu. Arzimaydi. Kadir ağa, Sevri. Oy, yaxshimi? Saudga kela. Oğlunuz Yaxshimi? Kaynandı, kaynandı. Ya o'tayver. Ya baba, öte mi hakka? Evet, kadar oğlan yaxshimi bu? Dondurma, çolpan kino. Hey, Tondi. Kengire, sen iyilik ki. Siz kimdi çıkırgan? Aşıma. O ne bağır sana bir yerde otur. Ya canım birisi varın. O bu kadar bana uçsuz kalamadım. Kendi oylap bakmadan da bunu. Oğlunuz Yaxşı, yaxşı tutma. Turvatam sen. Yaxşı kadar var mı? Vallahi yaxşı O mı? adam kan kupu mu? Adam Onda şimdikilerin de manda arkada kapları var haltılı. Açık ama açık. Boldu aka boldu. Boldu qilama maqaram. Mana mushuj olaman mana bas somkalik birimdan tiq yap olamdi aka. Senin. Mening ko'nglim. Açık. Ya açık. O'zing yaxshimi? Yaxshi. Sen tazma. Ya hili qiras. Oshnodagi bir qizni yo'qda qo'saq ko'tarib olgan qiz nim tug'di. Nim tug'di deganingiz nemisi? Eshim tug'midi? Ya hili qav. Nim deymiz aka. Könlün suyunu içip bir kosu kuyuğuna pahan kızın devattım ben. Senin kızın emez mi? Ey aka, o diyen kino filmdeki bir obraz, omdak hikaye. Onda bir uydurma, onda nesi o? Ya, onda iş yok aka. Ya onu çoğumuş melimizki hem adam kögen onu çoğu. Anışımca onu kögenle. Aşk kızını var bu, aşkını içip. Yok o bir güç paksı tuğdu değil. Neymi daydı adam. Onda iş yok aka. Onda gepler işlenme. O bir kino uydurma o. İşlenmen onda gepler aka. Sizler çolpalla var o. Adam boyun haberlerini, adı geplerini demezler, yoşuzlar. Ağzam onu tukkan balısını, bu ürümçinin su astı, canlıklarını bakıda apıp pırıp demiş. Hiç kılır kes barasa ya. Neymi daydı adam. Ey aka onda iş yok. O diyen bir kino. Baldı terik mine. Adam bir tak yeğirgi tekkende var o, terik kaldı. Ma birinden de işçiyip, hem de yüreklerini yaşatıp otağına. Rahmet. Vallahi iş, yani otursan kız sen. Ne oldu? Ne mandak lümdüm soğudları açıkmam sen bana. Boldu aka boldu. Bu muşuç falan ne size karamazsınız mağlağım diye tekmede muşu yetidi deyim boldu. Benim köngülüm ha. Ya oturduk durasılık bir somk bir pul jütürü ettin ha sen. Oho asan emezsin o kara. Aşındaki sen bu çok hayal keşfı suya yitip kopup. Ay ahlat hallada ha çavallada. Ay ne mi tapsan şunu ağzını silip. Aka o diyen bir hikaye o. Şu kara. Oturduk kızın anda buldu. Onun nevra anda ilkinde tuğulup kaldı. Onun kendinden bir somk pulu jüterdin. Kendi kabahatla işler boldu da. Her ilk saranlıktan kaçan sakaydı. Ben sen aç bunu tipapsa ya, tipam sakayamaydı bu. Hey aka, o diyen hikaye deyme. Ha, işkilip ben senin ornunda boğan bulsam, özlemden pokunu özlem yettim kala. Lakin sen de okşumaysa ama lakin ben sana dap koyayım. Anda rollara 10 so'm pul versin anda çıkmışım acı mı? Ha adam
Nimanda gap qilganda? Hamda gap degan 5 yil bilan ochiq qo'ygan bilan qara, oxirida bu hamda madaqqa yaxshi gap bu, ha, shundaqmi? Shunday yaxshi. Men jiga birindan bir eshiklar ochiqqina menga. Ha, ochiqqa mana, ochiqqa. Ya bo'ldi qilib, ukam bo'ldi qilib. Bo'ldi aka, men shunchalar narsa tuzib, u yana nima qilamiz? Mantiq bu ish bulamisak mana Hamda bu tepik mana ochiqsa o'tirmiz birdan. Men ochiqqa mana. Aqilib ukam. Nega? To'xta, oy, o'ta. Nega o'tira? Oy, gapimizni yerime hamda turibdi texe. Oy, o'zing cho'lpon bo'ylib biz saraliq bo'ylarni ko'z qilmaysa degina sen. Bo'ldi aka. Ketimizni qilib qulog'im sizlar. Oy, saqincha qara. Xapman aka, xapman. Xapimda, sana manda qilqin. Bundan keyin kinolar ishlagan muhtaq hikoyalar bor. Ha, dapirmi sen ham material bo'ldi emasmi? Ha, bunda gap bor. Dapirmanmi? Danga. Quloqim sizda aka. Telpon seningmi, meningmi? Biznikiga o'ngishmadi bu. Hay. Hazırlı mı? Ankara. Ha bakıl. Elçaydan telefon kıldı. Ha, kim deydi? Ciddi uygu birden kerek, ekürük mısız bomay meyman kega okşaydı. Ha. Unda qanday qilasan? Ha birimden nukpay girmen. Ekürük tey. Bo'ldi. Uygu meyman ke kaptı. Hamdi başlayımız diye tuka. Ha, toz amdan paranlı şottuk. Ha. Hamdi hesavatlı kıla. Hesavat. 90 so'm bo'pti. Bo'ldi aka. Men hisob qo'yday bo'ldi. Oy, bu kadar ben seni meyman kıpsını hesavat kılsam. Ya unda aka, siz mo'shash kirib turib, meni unutmabsiz, mening kinolarimni esitib kelibsiz. Unisi mening turmushlarimga shunda ko'ngil bildigansiz. Bo'ldi, men to'laytay aka. Rahmat, mana. Cho'lpon degan mana bunda xudo o'tinglar qo'lani. Texmi. Salomat bo'ling aka, salomat bo'ling. Rahmat. Mana kunta bizni bolalar va emas bu uyda. Chattaq yo'q, chattaq. Aka. Voy mana. Ya uylay babamcha. Rahmat aka. Ketcha ishga o'ska. Bo'ldi, ma'qul. Diqqat qilmang aka. Ma'qul, salom. Meni ko'rmay deb o'ylab baxmoqal jiboman. Men mana sizlarni yig'ishtirib berayin. Ha, hammani salah. Necha yopti ukam mana bu hisobligini? 250 aka, 250. 250 ko'k. Menda naq pul qolmabdi ukam. Xomba uyda jibom. Ha, bo'ldi, mishadilar aka, mishadi. Qayoqdan ki? Oo, aka, kela. Allah, saverda Sen kamtın mana bugun. Kelgan bu. Kela. Qadira qavali. Qandira aka, avvalingiz yaxshimi? Oyoq o'tiring. Kela aka. O'tira. O'tiring. Voy, o'lta. O'tiring aka, o'tiring. Ashumasan? O'tiring. Hozir. Unaqa kichikga aylangan muhabbatga keldi, jar satdingmi sen? O'tiring aka, Sen o'tiring. shumisan? O'tiring. Sen turmuga kirib ketding-ku. Qachon chiqding? Voy, unda ish yo'q aka, o'tiring. O'tiring, turmudur. Ay, o'ta kirib so'zlab ketdim. Ben tulkuda uxlab, bo'riga tutildimmi dema aka. Ya bu buyaqlar kamdan bo'ldi, bizning malning bolani zaharlay debsan sen? Ha, undaycha. Bizning malda bolalar bor ekan. Ya unda ish yo'q aka, xapama, u bir kino va bunda bir yozuvchi da yozgan, buni ssenariy yozgan ekan, shuning yozgan obrazi uchun bunda o'ynagan rol kino va. O kino degan buni amal turmushda oladi, men bilmadim. Ha, yosh bolalarni qo'ydim, aqldim sen nobud qilding. Unda ish yo'q aka, unda ish yo'q. Ya aka, bu degan bir rol va bunda o'ynab qo'ygan bir to'qilma hikoya va. Ashtaq rol o'ynaguncha bizning mayli ko'rib traktorning rolini o'ynaysan sen. Bizdan dixonlar, sho'pirlar yetishmayotdi. Ha. Rolda ashtaq rol o'ynayapsan sen? Ha? Rol o'ynagan qo'shoq to'g'an o'ynatdi bu. Xapama aka, mana hisobligini men asta ketay. Hisoblik bo'ldi, men bir birayman. Birdan o'tir aka, birdan. Ya, sen hisoblikda bu do'konga olsam, jenim To'xta. Nima bo'ldi? Uni jayr satqin keldi. Aqtir sumkin, aqtir. Nimani aqtirman? Aqtir sumkin. Aqtir bera, jenim ukam aqtir bera, mana aqtir bera. Qidaysa aqtir avadi. Voy, aqtir bera. Har va mana bu. Harba boshqa bola jayr aqtir. Voy, to'xta, menga qanchib ketmasin, aka. Voy, aka, artist, cho'lpon, men rol oladi. Ha, bunda bir kinoninki nimasi hikoyasini bunda chiqadigan artist. Buningdan nima aloqasi buningki? Ish chiqib boqmamdi, qayerga o'zing kelsan. Buningkan bilan sonirkan men kelyapti. Ashla tushuntirib qo'ysansa, men sana tushuntiramadim, men do'konimni ratlayman. Ojo. Bo'l, malani ratlab qo'yapman, men ketay. Do'koning oldidan jenim chiqib qolsa meniki, men aytib ekitayman oladi. Ne bo'lsa? To'xta. Akşam bag'aga ketib olayman.
Yapma şakmalığına. Malani. Ya sonur bunu ben tutama, aktamak satırdım ama. Kalk bir şu uzak kimse var. Ya hakikat bu. Aktamak tutmak var. Astama, boylarning bir-biridan omoqligi gap tushunmaydi. Oy nima shu ketdi bu? Sardor kim keldi? Zali kim keldi? Zali kim keldi? Savutkam deydi o. Cho'lpan keldi deydi o. Endin hakikat o'qish keldi deydi. Ishqilib bir cho'lpan keldi, artist keldi, yo'g'on odam keldi. Nima bo'ldi? Yaxshi bo'pti. Aziz kelibdingizmi? Ha, o'zi keldi shu. Xudo ilodim berdi, ya. Mushu e'tibor to'g'risida, mushu telefonda o'zi mashg'ul qilmayganlar, mushu do'konlar orqali to'rdan tushirib, setavasi bo'ldiki. Dedigina, men yig'ishtiryapman. Nima? Mishadagina, mishada. Miyada. Voy, nima desang-da, men do'konimni yig'ishtirib olay. Men yig'ishtirib turay. Undan yana maqtimda, ya. Ha, bo'la. Quloqingizni dim tutmanglar. Ma'qul. Ma'qul. E'tibor to'g'ri so'zsizda. Anladimsiz, ya? Ey, men da'vamaymiz, men anglaverdi da'vaga. Anglalar, beldikilar. E'tibor to'g'ri so'zsizda. O'zingiz maqsad qilib to'yda ololmaygan ishingiz bo'lsa, shu do'konlarni izlab, qilsangiz, shu odam sizga tushirib berdi. Rahmat fikam. Mana, shu odam shu, Ha, men shu. Madem qilsizlar, maytum qilinglar. Rahmat fikam. Yana bir kevatamdiq, ya. Bo'ldi, men. Elim ishki bu oyna meni saran qilgan yip qo'shdi. Obdan bo'ldi, mana Ahmad akamninki qatnashgan bugungi o'sha bir san komediyamiz shunday yaxshi qiz edi deb o'ylayman Ahmad aka, ammo u İşte bo'lganda, Yaxshi oldu, yaxshi oldu. chiqishdan gap topmagan bo'lsaqmi. Ama demagan gapinglar qolmadi hamma. Ama inanın ülkenin to'ydo'ji. Mushkil bu oyni maxsus gap topdi. Bura momaylar gap topatdi ya. Ular bir ko'chib ketdi biz bo'lgach. Hozir bu oylar o'tib ketdi degan. Bu aylar o'tib ketdi. Momaylar talabı çıkarıyordu, gap tip yiranlar jigron. Momaylar uyni ishlar qildi de. Mana hozir undidan so'z qilib, ma'lumot aytaman. Az bizim tug'maganligimiz qoldi. Yana hozir g'ayrat qilsang to'g'ri qilishim. Şundan mı tamayan var mı? Hemen o'zi qilsa bu. Ayta qilsam to'y qilib demiş qilsa. Oto bakmaydigan avar chiqdi qolishi. Hozir qizga ham telefon keldi. Men gapni atish anglab qolsa ayta qiladi shu. Otum bakmayım. Tashkil kelib. Lekin Ahmad akam bilan shunda rahat o'yinda. Ya men bek hoş oldum bugün. Bulup mu Berat Erpatlar bilan mındaq birli bo'lpaqmabdi ekanmiz. Rahmat. Nurg'un so'rilladimi? Hozir birli bo'lolmagan bular. To'g'ri. Bu da endi sen birli o'g'limizni bek Biz yaxshi uni aytib hoş olduk. Biz bu şunda hoş olduk. Biz o'ylab baxmagan. Sizlarni ko'rib shu g'ulji qilgandek bo'lib qoldi. Rahmat kam keldi degan, biz bek hoşib ketdik. Ustoz bilan bir o'tirib birdim. Da ishlab baqsaq, nima degan yaxshi deb murodimizga yetdik. Rahmat. Do'konni bugun topayman desam, unimi demasman. Ya Ahmad kam keldik adam. Bir Sağın boppa dediğine bir nimani setib ol dedik bana. Resmi pişonlar meslerde şey var. Beni koymak istersizler. Rahmat kam urumchi ochib pul qashlamay dedik. Endi men so'mka bilan kelsa, yana bir so'mka mush do'konlarni unutib qolsa deb. Paydo bo'lib qoladi debchi. Davamlı unutup kalmazsa keyifçilikte okuyor. Ya Samet tüylek olmagan ki. Ay so'mkin olma gibi qildinglar arada. Esida bor-ku bular. To'liqda aka bizga. Endi Ahmad aka bugun shunday yaxshi bizga nisbatan endi bugungi sahnamiz kayfiyatimiz nihoyat yaxshi. Ahmad akamni ko'rib ijilib ketdik, bundaq aytgan chog'da o'zimizni unutgan holda. Ham sizningki bugungi shu komediyarimizga nisbatan bizga yakunlasa bugungi shu asar oynash jarayonlarimizga azroq bir fikr, takliflar yoki o'zingizning bilan ko'z qarashlarini gapiring aka. Sen deyapsan oy. Ya, sizdan. Ustozdan kelsin. Ustozdan kelsin. Nima desak bo'ldi endi. Ma'lum bir yaxshi bir nima o'rlashtirish o'pdi ma'lum. Bu endi yadir ya epizod tegib olmagan. Ya boshqa nima chiqliqi
yengil bir usul bo'libdi-da, mana. Yig'ib aytgandik bu ma'no ish ekan bu. Bu texmi yengil ekanda bu. Hozir shuni qaraganda odamlarni yomon ustib ketdi. O'rlash jarayonida aytsak, men ortiq gap qilishning hojati yo'q. Bularning hammasi o'zi pishgan. Turmushda Rahmat ustoz. Sen uzun bo'lgan. Mashinalarda o'zingning rolni joriy qildirib kelayotgan. Shunga menimcha o'rlash yerda ancha men sening tutguninglardek, sening o'ylaganinglardek balkim o'ynamagan bo'lishi mumkin. Ammo sizlarda chataq yo'q. Bu ish degan shu qancha o'rgangansizlar bir-birimizni o'rganib qoldilar shu. To'g'ri. Nima qilib bo'lmaydi. Bundan kegi yo'q bir kasb bu. Shunga aboyqi temalarni nayt yaxshi bo'pti-da. Masalan, bizning ko'p odamlar so'raydi. Mana oy sizlar ba'zilar yig'lab ketisizlar, qanday yig'laysizlar? Qiziqdi. Yomon kuldisizlar, ba'zilar kulsanglar qanday kulsizlar deb. Endi so'raydiganlar jiq. Ba'zilarga tushuntirib bo'lmaydi mana bayam qildik. Ammo ishki bo'yga tushuntirib bo'g'ishga tas qoldim, dukuning oldida o'lab qoldim. Mushtaq avvallar ko'p ma'lum bir xillik amaliy narsa bo'pti. Biz turmushda ilanadi. Bo'libsizda bu. Ya bo'lib ishki bo'yning degini bu texmi qiziqarli bo'pti. Buni xil atrofli o'ylabdi bu ishigan yo'ldoshlar yozgan yo'ldoshlar xil atrofli o'ylabdi. Bir rejissorning xil yomonroq odamda qildi, shuncha narsani o'ylab, bir asli bu e'lon-ku bu bir. Shunaqa. Bu e'lon-ku, bu bir narsa e'loni. Bir monch epizod o'yinti bizga. Ko'ruvchilar zerikib qolmaydi deydi-da. Ketmaydi. Biroz mana bir yangi usul bo'libdi. Hozir e'lon deganga o'ylab ketishyoq. Oy, shu telefonni ochsangmi shu, uy kirsangmi shu, e'lonlar bo'lgan ekan. Ma'otasi haq uqmayli e'lonni ko'rib oldigan. Ko'rinib qoldi. Ani ko'rayotiblar, e'lon chiqib qoldi, uqmayli qoldi. E'lon ko'rinib qoldi. Bu yaxshi bo'pti. Bir kishi yaxshi Yaxshi bo'pti. Rahmat. Buni texmo rivojlantirsa, taraq qildirsa bo'ldi ekan buni. Yaxshi. Yaxshi usul ekan bu. Rahmat ustoz, rahmat. Taratmoqchi ekansiz bilan shu komediyani o'ynash jarayonida shundaq o'zimni hayajonlandim. Yaxshi. Bravo, shu jontaga kirib, shu kayfiyatga kirib, o'zini qo'ygan yaxshi o'yinda buni nima Ziroq bir bayqaga ishlar bor. Meni yurak so'zim. Shu Ahmet ustoz bilan bugun shu qisqagina bir aytib o'ynavog'ini olam shu qo'shalman. Chunki bu ustozning og'a roliga ben qiziqaman. Bob maylaqi qurtlab ketgan suv degan kinoda o'zini unutib ketdimi shu vaqtda o'zini inshaalloh suvga itib beliq suvni vang yetti dumulgan suvlarda qandaqdi bu shunda qisqa vaqirab suv degan urib yig'lab ay butun vujudidan chiqyapti da gapcha qadinda rol olmadi. Resmi shu o'zining qiz ochda bo'lgandek chiqdi-da, ma'qul tuyg'uverdi. Biz mana turib shunda yig'ildik. Og'a roliga. Chunki mana bu artist deb qaraymiz buni, haqiqiy rostdek. O'sha rollarga yomon qiziqaman-da, haqiqatan qo'l qo'yganman. Uning kadam shu mayliq muqam bilan o'tgan hayoti ya'ni Abdulla ustozning rolini ham yomon keltirgan. Mush ustozlar bilan bir rollar chiqib qolgan bo'lsa, bizlar bir o'tirib, hatta bir o'tirib bunda bir paranglashib qolgan, so'qsoq degan bir orzu armonlarimiz bo'pti. Degan bilan bugungi shu to'qmishlik paranglar degan bu program orqali bu ustozdan billa etib o'ynaganimga nayt xo'shalman. Garchi ozroq ranjitib qo'ygan bo'lsam. Rahmat ustoz. Salomat bo'lsin. Sana rahmat. Ömrünüz uzun bo'lsin. Hammamiz salomat bo'laylik. Oshidiki, shu suv tushkunini kuz mezgilmi shu? Kuzdaysan-ku, 12 oyninki 12simi 14-mi? To ko'l deganda muz. Meni anglashimcha ashir originalda yo'q-ki, o'zingiz ijod qilgan rol deb anglagan. Ashirni. O'liqi o'zim ijod qilgan emas, ammo rejissorning talabi unda emasdi. O rejissor o'zi boshqa o'ylabdi-ki. Lekin men bu har qanday filmda, mayli dramada bo'lsin, hamma yerga kuchashdan hojat yo'q-ku.
To'g'ri. Haqqimni tegadigan, o'zingni yaxshi ko'radigan bir 2-3 yil bo'ldi. Ash 2-3 yillar kuchab, ash ko'nglingdagilar dalalisan. Haqqimni uni qabul qila oladi. Meningmi shu filmda birsi ash suv tushgan yeri, birsi ash qizimni urdigan bir. Ash 2 yerga men haqiqatan bak ishlagan, bak tayyorlik qilgan. Ash suv tushgan vaqtida meni sarang qizingning derdida sen sarang undal qilib tushsan deb shu talabni qo'ygandi. Men dedim ya men sarang emas. Men sarang olib qolmadim men. Men ash qizimni men majbur yo'lga majburlagan men. Mening nimam bilan qizim o'shda bo'ldi. Shunga mayli Vicdan azobi. Vicdan azobim bor. Sarangmidi. Vicdan azobi. Shunga men oxirida shu o'zimni bilmagan holda suvning ichida o'zini tashlab, sular bir yerlarda bir qolganmidi deb mushtaq kelgan. Shunga men o'zimning tayyorligi bor. Men o'zimning bir tayyorlik qilib qo'yay desam, bir yutsur. Ey, moz, so'g'oq. Ama birli tushsa, yana qaytadan kelish bo'lmaydimi dedi. Men kepaqay. Agar mening kelganim sizga yarimasa 10 qitim tush desangiz tushay. Ben bir kepaqa etsem, ishonchinglarmidi? Bormi, 3 kun bo'ldi, men maxsus mishagil tayyorlik qildim. Uni ustiga birinchi shu boshlashdilar, shu ko'rinishni olgan. Soğuk çıkıp ketgandan keyin boshda sudgini oldi deb birinchi ko'rinishni suddan boshlagan. Shunlarla şeydi, ndasi qine ko'rayli dedi. Deb qandag'ini qanday qilsa dedim. Bir ko'lmayni tash varkanda shu yerda o'tirib turdim. Men kayjildayman ichinglar dedim. O'tirib qizimni aslida rasman jiq azob Vurdunuz bir yerdə. Ay, keldi-də bu. Kayjili dedim aşınlarla. Birli. Şakirme anamdaki rejissörümü degan vay rahmat. Bo'ldi dedi. Aşınlar işte chiqqan. Uni hamda haqiqatan Obay sen degandek cho'qim o'zimizning qizini o'ylayolganda işte chiqdi. Mesela bazı adamlar o'ylaydigan, mesela yig'laydigan yerni, o'zining burun beshini o'tgan ko'ngilsizlik, yig'laydigan narsalarni o'ylab yig'laydigan-ku deb boshda aytadi. To'g'ri, unda yig'laydiganlar bo'lishi mumkin. Lekin rost chiqmaydi. Haqiqiy bo'lmaydi-da, u. Rost chiqmaydi. Mesela qizimning ustida qizimni deb yig'laydigan yerda men boshqa o'zimning bir ko'ngilsizlikni o'ylsam, birsi nimadan chiqib ketdimi, yoki vaqalikdan eğer şara şu vaziyet şu vaqtdan chiqadigan gap Ana deb bo'lmaydi. Anandaki lam avliqi yaxshi chiqmaydi. Shuningga bu eng muhimi, har bir obraz yaratganda ashuni haqiqiy tadqiq qilib, men zot qanday odam deb o'zi bo'lish kerak. Chunki o yozuvchim degan nurg'un karakterlarni, nurg'un odamlarni uyg'unib bir obraz qilib yaratdi. Uni nurg'un narsani o'ylab, bizning vazifamiz shu o'ylagan obrazni yaratib berishimiz kerak. Şundan bazılar çıkıp oynablar, tekstini dep bergendekler şu depli düşüp gitti o. Lakin öyle haklar onu marul düşmepti olduydu. Düşmepti diyen gap yok. Şuda asla. Düşmepti diyen gapga men ishonmayman. O düşmepti emas, o aşı yazgıcının obrazını yaratamagan gap. Ko'ngildagi yazgıcının obrazını yaratamagan degan haqiqiy bir xil oddiy ufqum ular tushunmagan, tushmabdi deblam. Ha, to'g'ri. Ta'sir beramagan ekan ular. Tomoshabinlarning o'ylayotgan obrazi chiqmagan ekan, ashtada xulos chiqadi. Ahmadkam o'zininki ash o'ynayotgan rollarni o'ziga qattiq talab qo'yg'ashga, inchki kuzatkashga, undan keyin ashunga astoydil qarg'ashga munda bo'ladi-ku, balqimda yuzaki o'tkazib deb vaqtni o'tkazib deb ba'zan o'zini qiyinchilikdan qochirib qolgan bo'lsa, balkim normal bo'lishi mumkin. Shunga hozir men shu Ahmadkam rollarni kinolarni ko'rgan bo'lsak, shunda Ahmadkam rolini og'ritib bir xil rohatlandi debchi. Da ko'rib huzurlandi. Shunda emas bo'layotgandek. Shashilak ko'rsam-da, bu yozuvchimi qara, yozuvchilik nurg'un karakterlarni o'ylab, o'z bir karakter yaratmoqchi bo'lsa, ashta xarakterdagi nurg'un odamlarni guzitib, ashlarning tilini anglab, o'rganib yozdi. Bizgimi ashta rol kelsa, bizim ashta odamlarni o'rganamiz. Hozir degan kitobni berdi, o'ylab chiqibdi deblam, ochiq kelsa, ochiq kelgani vaqirablam.
Bu yig'lasa qandayli yig'lablam u haqiga tangan mushta o'ynayotgan. Mesela sarangni men sarangni yaratqichilik men nurg'un sarangni kayni kirib sarangni o'rganganman. Her bir sarangni ko'rsam, bir tipik hareketini ko'riliblam shu kunni taqashlarni qo'shiman. Bir riturg deb qo'yman, o'zimiz ustoz suvatgan 5 qadam arstirib ashlar deb qo'yman falan. Yoki bugun bunda bir harakat qo'shiman. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmaydi danglar dema. Ha bo'ldi. Chiqibli keldim va bu o'lishib ketdi deydi. Hatta bir kuni shoyat deyman. O'yinni tugatib ocham bilan ishimiz oxirroq uni girimchib chiqib olsak, shoyaning kulbinida ikki tarafda bir palan-palanda serlik kichik bolalar serlib o'ynaydigan nimasi bor emasmi? Ashyoda qarsam bir sarangda mundoq vaqib yetibdi degan. Shu ocham qizi, ojojoga ko'zim nima asrangni ko'rdingiz desam, "Ya bu mujda qilamsan nima?" dedi. Hatta men palayaga mujda qistirmayman harakatni ya. Ama eşekken siz qarmağınızı, ya ben külüp gitmedi, ya eşekken qarmaq. Siz başka özünüzden nefesini kılın, ben palaya yakmayacağım, kendim koşuma etsem, vay saran sen kılmaydan kılıqda, ha dedim. Seni kaşı, çıqqan vaxtım dilacım, kıplam çıkıp, senin ot tırgış dilacım, muyda bir qarı sabık ya. Bu vaxtında bu açan bir hayat. Mesela açtan dersen bana hakik ürgünüş gerek de. Turmuş. Ürgünüş gerek. Bunu ürgenmesen, o oynasan desen, mesela Mesni oynasan, deldan çıksan lan, mesdeydi. Mesela, deldan şimdi çıksan, o mesni oynaptı da kutkusa. Lekin hakkı hozir versin gerek de, o mes qanda mes o. Senin mesulçunla manın okşamaydı. Manın gülen manın okşamaydı, menin okşamaydı. Bu bazı adamlar özünün psiko, özünün micazini mesela qarab mesuldu. Şimdi mesul deldan şimdi çıksın mes o. Bu mes qandaq meselesi olmaydi. Biz ertesi adam qandaq qilishimiz kerak. Aşı mesni izlab tepishimiz kerak. Nurg'un ashtaylik bak obrazli mesler var qara. Acayip mesler var. Ashtaq meslenda güzelsen o'zingmi deb qoldigan mesler var ku. Aşını deb ekipli o'zingmi shu rolga gachchilik keltirsan. Bo'ldi. Birsi o'zing olmaysan-chi? Başqa bir xarakter chiqadi. Shuning bilan xalqqa hozir yurdigan yerim shu. Nurg'un arslavolik nimani o'ysa o'zili chiqdi-chi? O'zi bo'ladi. O'zlam chiqdi. Shuni xalq tushmabdi ular bir taraf qildi uni. Ammo buni endi haqiqiy nim qilganda o'rganish kerak. Bir obrazni o'ynash uchun, oshpazni o'ynasan, oshpazni ko'rish uchun kerak. Mana men o'rganma, oshpazni berib o'ziga demasam, shu Langman tadıqımız, langmanınkine, soğuğunu, bütün hareketlerine qarab aytib, deb. Yani sen körüp öğrengen narsa oxşamaydı. Xiyalыңda say qoruydu. To'g'ri. Abay men deganda, say qo'rsanlar, ochpazma so'g'oz ekan deydi. Lekin u ba'zi xuluqlari, ba'zi harakatlar oxşamaydi. To'g'ri. Gapni sal jiqib qo'ydim. Ya, shunday. Bu to'g'riliq gapsam bak tugmaydi. Shu. Sizlar ular o'tag'ishgan va ancha-muncha ber. Ya, shunda dars oldu bizga. Mo'yin bir dars oldu. Bu o'ynagan Palanchelar pul to'lab anglaydi bu shuni. darslikdek bo'lib qoldi, to'g'ri. Bu shu narsalarga diqqat qilish kerak. Bu menda samimo ancha-muncha o'ynayapsizlar. Sizlarning nimanglar yaxshi hozir endi bir buvayni deb qoldingda. Endi buvaydan boshqa narsani o'ynasam qanday o'ynayman? Mana o'ylash kerak. To'g'ri. Qag'aro'nglar buvayga o'xshashlab qolsa bo'lmaydi. Buni shunday qilsan. Cho'qon boshqalar. Rahmat. Mushu tarafga diqqat qilsa, degan. Bo'ldi aka, ustoz. Bo'ldi, yaxshi bo'ladi. Erpat. Oh. Sedatcha. Ben nimde? Deydiganamın dedi. Ben bunu ayttık, heves kılattım. Bugün cübürdüm işte. Ahmet ustaz keldi deganini anglab. Başta mende bir xil nim bo'ldi. Ciddiliş bo'ldi. Çünkü bular mana haqiqiy shu bizim merkezimizdeki yaxshi bir cho'ng ustoz aktyorlar bo'lgandan keyin adam o'ylab qoladi-ku. Savurduk hem shundoq. Mishada bir yurish yurayotgan biz endi o shahardan keldik. Biz haqiqatan
Bularga hürmetimiz çoğ. Bayam hem de yedi rol evitip aşık yapma unutup keskim sebep bu şu dep mi karayım hemen. Kal tesir qilib qoldi. Ben de tesiri badem değil. Evitip durup hem şu ustazı yaravatkan mı da? Hem şu agar oğlum. Mak, mağın Şaş çeçilgan gap. To'g'ri, diqqating sezilgan. Mama abay ilyapti va kallamni o'yildim jama. Yaravatgan. Ashu xato. Xato ekanda. Ashu xato. Oshlar bo'lganligi uchun sen buni necha qilib unda bo'lding. Shu. Qanday bo'lish kerak? Yeyishini o'lmas kerak. Sen şu adam şu. Sen mush ishni deyishyapsa, u rejissor vami, operator vami, yana bir uni o'yladinglarmi? Bu bir ders oldu mana hamda buningdagi qismi ishlarda. Siz bu xato degan gapingizni men to'g'ri qabul qilib, hamda buningdan keyin undan yaxshi bir shu suhbatni qilishimizdagi maqsad muddaom shu. Chunki o'ynab bo'lgandan keyin buni xalq tashlab berib, hamda yaxshi chiqdik deb yurishning hojati yo'q. O'ynab bo'lgandan keyin azroq shundan keyin mulohazani qilaversak, bugungi o'ynagan shu komediyaninki yetarsiz taraflarini bayqab olamiz. Bugungi mana shu Ahmad akamning gaplaridilla o'zimizdagi yetarsizligini xili bir burib olamiz. Chunki haqiqatdagi son kelgan chog'da texnik yaxshi bir tayyorlikni qilib olishga yaxshi bir bo'ladi-ku bu. Bu yaxshi bir taraf yaxshi bo'ldi. Buni shu ko'ygichilar xalqimiz baho bersin. To'g'ri. Bek yaxshi gap bo'ldi shu. Ham siz qanday rol olay deysiz buda? Asqarjon endi bizning shu e'tibor to'g'risida shaharchininki ruhotsi, ham shu sahnimizning barpochisi, ham shundoq shu do'konninki qo'llovchisi. Programmamizning tajribasini olgan o'rin, ham o'zimi yosh bir iste'dodli korxonachi. O'sha suhbatimizga qatnashish jarayonida bizga xalq vakil bo'lib o'tirib, az to'la suhbatimizga qatnashib qilyapti. Bu dükkanın fangdongi. O'sha dükkanning fangdongi. Degan mani ko'rgandan keyin ijorini tugalib Soda bo'lmadi faqat. Soda bo'lmadi. Deb ketdi. Nechi debdan ang oxirida meni qo'liq tutib kelsam. O'zi chiqdi. O'zi chiqib kelmem bu. Endi Asqarjondan gapini anglab baqilay. Shular xo'sh bo'ldik degan mana sahnamizga hamimiz yaxshi ko'rdigan sevimli artistimiz, san'atkorimiz Ahmad aka ketdi. Sahnaga kirsinlar arlig'ida ana jinnim ana seni baksi yig'indim juma degan bir qistiramdiki degandir. Ish qilib shunday xo'sh bo'ldik ko'rib. Umringiz uzun bo'lsin. Ish qilib endi biz bu yerda kasbiy ustozlarniki bizdan nima qilish bağlay salohiyatimiz yo'q, cho'qim ko'pchilikni aytib yaxshi ko'rdik deb o'yladik. Eng oxirida shu bizning shirkatning nomidan shu xilligan izin fermentini sizga Ahmadga, jinim Ahmadga sizga bir sovg'a juma. Aynan bu bana oxirida hisob qilmaydi. Mana başıma berib kel, hisob qilsam. Bana başda mehmon qilib oldim. Pulni berib Pulni tutdik. Nigini to'latdi ma. Mana munda kim mana rol elyapti deb qo'shdim. Shuni sal ansirab qo'yaptim. Mana epmoqda onim hisobni qilasiz deb qolarmi deb. Man kelgan ketib olganim yo'q shu. Ya hozir ayttirsiz, sen bir kun istab boramiz. Bunda qilsa yaxshi chiqqan bo'ladi. Rahmat. Salomatlik Men bayam azroq avolingizni dedi. Bek yaxshi. Aslida buncha ixtisoslashgan bizning turmush jihatidan, jamiyatdagi o'rnimizni tiklaydigan, taraq qildiradigan, ommaning g'amini yeydigan, ko'pning g'amini yeydigan odamlar bek ozab ketib bordi. Ham sizlar shundoq bir bo'shliqni bo'sib, mana shu narsani qilib chiqarganning o'zi bu bizdinmi sizlar? To'kpugar ulug'. Sizlar hurmatli bo'lish tegishli. Endi bizni mushtaq bir nim bilan to'ntib qo'ydi. Lekin biz garchi sizlardek mundaq kishilarga yaxshi mahsulotlarni yetkazib beramiz ekan, hamda ro'yijatdan to'g'ri o'ziq yetkazib kishilarimizni yig'laydigan, yig'ilib kuldirib, kuldirib mushtaq qilyapmiz. Ammo sizning ma ishingiz bak amaliy yaxshi ish bo'libdi. Rahmat. Men sizga vakolatim bilan o'sha ekran oldida o'tirayotgan, ko'rayotgan barliq aziz ko'rganlarga vakolatdan sizga rahmat aytaman. Siz salomat bo'ling, ishlaringiz ilgari bo'lsin. Bundan keyin texmi yaxshi mahsulotlarni yaratib, jamiyatimizga, millatimizga obdan
töhfelerini qo'shishingizni tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Anda bo'lsa bugungi do'qmushdagi paranglar komediyalik programmamizningki Ahmad akam mehmon bo'lib qatnashgan sanini aytib, o'ngishliq ham shundaqla suhbatimiz bilan aytib ko'ngillik bo'ldi, yaxshi bir darslik bo'ldi. Shuning bilan birga ekran oldidagi ko'rinmalarimizmi ma'lum bir narsani his qildi deb o'ylaymiz. Albatta artist bo'lmoq, san'atkor bo'lmoq, aktyor bo'lmoq haqiqatan qiyin. Ama bununki bayı Ahmet Kam degandek aştaq en negiz noktalarga özümüzni begişley alırsak, şunu bir bedel töleyi alırsak, ter akkuz alırsak, o çağda andakin şu özümüz közlegen ana aşı yaxşı məqsədlərə yetkilib boludu deb oylayımız. Kilərki sandaki doqmuşdaki paranglarımız dəxin qızıydıqandək turdu. Naqıza bugünkü proqramımız məşəl axırlaşdı, kilərki qıdım görüşəydi. Xeyr xoş.